Assalomu alaykum aziz oltinsoyliklar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi aziz yurtdoshlar? Hozir o'zimizning tumandoshimiz Oltinsoy tumani Qarliq mahallasidan bir opamiz jigar serozi bilan og'rib, yuqumli kasalliklar shifoxonasiga yotqizilibdi. Aziz do'stlar, bu opamizni hozir vrachlar ko'rib, doktorlar ko'rib, srochni zarurat bilan operatsiya qildirmasak bo'lmas ekan. Ehsongo odamlardan ehsonlaringizni bemalol kelib, xohlang ko'rishib, xohlang plastik kartalarni hozir videoga qo'yamiz. Bemalol kelib, xohlang offline kelib o'zingiz o'z qo'lingiz bilan topshirib ketishingiz mumkin. Xohlang telefon nomerlariga telefon qilib, yana vaziyat to'liq tushunib, bemalol ehsonlarni qilishlaringiz mumkin. Hozir sizlarga yana ichkaridagi bo'layotgan vaziyatlarni ko'rsatib o'tamiz. Mana hozir dokumentlarni ko'rishingiz mumkin. Yevromet xususiy klinikasidan tekshiruvda xulosa